Bir xil nonushtadan charchaganlar uchun ikki xil nachinkada mazali choko bilinchiklarini birgalikda tayyorlaymiz. Fermamizdan oilangizga taqdim qilingan pyure milk sutlarini solib olamiz. Ozgina tuz, shakar, bir dona tuxum solib aralashtirib, quruq massalar, un, razrahitel kakao solib aralashtirib olamiz. O'simlik yog'i va qaynab chiqqan issiq suvimizni qo'yib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Un pishib qolmasligi uchun iloji bo'lsa suv quyayotganda aralashtirib turing. Bu orada tovani tagini qizdirib qo'ying. Qizib turgan tovamizga massani solamiz va ikki tarafini pishirib olamiz. Bilinchiklarimizni shu tarzda pishirib olganimizda teshikchalari ko'p bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib pishadi. Qaynoq suv qo'shib yuborganimiz hisobiga bilinchikimiz juda ham mayin, yumshoqqina chiqadi. Endi bunga ikki xil nachinka xohlasangiz, istalgan shokolad pastasini qo'shib iste'mol qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa, men sevgan usulda tvorogli nachinka tayyorlaymiz. Pyure milk, tvorog va smetanalarga ozgina shakar solib aralashtirib olamiz. O'rtasiga malinali jem quysak bormi? Ishtahalarz ochilib ketdimi? Albatta shu usulda bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Aynan menga tvorogli nachinka bilan yeyish juda ham yoqadi. Sizgacha qaysi nachinka turi juda ham yoqadi?